Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari, sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va Mansar e'tiborlariga navbatdagi tahliliy video taqdim qilaman. Undan oldin odatdagi like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizda kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi obzorimiz 14-kuni 13-14-ga o'tir kechasi bo'lib o'tgan Old Trafford stadionida Manchester United hamda Leeds jamoalari o'rtasidagi uchrashuv hisoblanadi va unda 45 yildan deganda birinchi marta Leeds jamoasi Old Traffordda g'alaba qozondi, g'alaba bilan qaytdi. Endi bunga ko'p faktorlar bor. Hozir men sizlarga aytadigan bo'lsam, buni sudyalikka bog'lash mumkin, tanaffusdan keyin degan bo'lishi mumkin, lekin faktni biz yutqizdik, lekin o'sha bizda yutqizishimizda qo'shimcha faktorlarning rol o'ynagani bu qandaydir futbolning jozibadorligini baribir buzib qo'yadi deb o'ylayman. Chunki o'yinga mana o'zlaring ham kecha oldin kuni shu bo'lib o'tgan Chempionlar Ligasini hamma ko'rgan bo'lsa kerak va o'shanda ham sudyalarning ba'zi qarorlari, ya'ni chetdan o'yinga yordam berishi kutilgan odamlarni o'yinga noto'g'ri yo'ndoshi sifatida, meni shaxsiy fikrim bo'yicha o'yinda natijasi buzilyapti. Va shu o'yinda biz zavq olishimiz kerak bo'lgan holatda ko'pgina holatlarda bitta odamning qaroriga bog'liq bo'lib qolyapti-da va shuning orqasidan komandalar natija ham, o'yin ham o'sha qandaydir odamda ishtiyoqini so'ndirib qo'yapti. Lekin o'sha biz Karrikda baribir jamoasiga ishonamiz va o'ylaymanki, keyingi turlarda markaziy bahsdan biri bo'ladi va o'shanda biz обязательно ochko olamiz. Boya aytganimdek, bu o'yin ko'proq bitta faktorlarga bog'liq bo'lib qoldi. Men hammasini sekin-sekin sizlarga video davomida aytib o'tishga harakat qilaman. Bevosita o'yindagi jarayonlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, lekin dastlab Leeds jamoasi dastlabki birinchi taymda Manchester United jamoasi yo'q edi maydonda, xuddi dam olishdan kelib hali endi trenajyorga chiqqan odamda edi va hali ish jarayoniga kirishib keta olmadi Manchester United jamoasi va shuning natijasida birinchi bo'limda o'zida 2 marta gol o'tkazib yubordi. Ikkinchi taymda o'lgan ustiga tepganday qilib Martins Leeds futbolchisi Calvert Lewinga nisbatan qilgan xato qo'polligi natijasida sudya uni traktovkasi o'zi biladi va aytgan tashqi faktorlar natijasida o'yinda butunligi va o'yinning jozibadorligi yo'qolib ketdi deb o'ylayman. To'g'ri, o'yinda birinchi navbatda natija turadi, lekin natijaga erishish uchun ham o'sha chiroyli o'yin bilan erishgani bu menimcha boshqacha yutuqqa ega bo'ladi deb o'ylayman. Sizlar bo'lsa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Va shundan so'ng Manchester United bir qator sariq kartochkalar olishni boshladi va Bruno Fernandes sariq kartasidan keyin как komanda uyg'onganday bo'ldi. Ya'ni Bruno Fernandesning o'zi ham komandani oldinga intila oldi va natijada 69-daqiqada Bruno Fernandesning ajoyib pasidan keyin Casemiro hisobni biroz qisqartirishga muvaffaq bo'ladi va shundan so'ng zaminlar ketadi bizda. 70-daqiqada Diallo hamda Mazraouyning o'rniga Brian Mbeumo hamda Diego Dalotlar maydonga tushadi. Va shu tariqa o'yin o'z nihoyasiga yetdi. O'yin statistikasiga qarab chiqadigan bo'lsak, XG bo'yicha 1.27 ga 2.57 hisobi qayd etildi. To'p egallab turish bo'yicha 53 ga 47, zarbalar bo'yicha 20 ga 15, aniq zarbalar bo'yicha esa 9 ga 6 hisobi qayd etildi. Ko'rib turibsizlar, bu jabhada Manchester United hech qanday sport bo'lsa kerak, bu jabhada Manchester United aniq ustunlikka ega edi va o'yin nuqtai nazaridan, ya'ni ikkinchi taymdagi o'yin nuqtai nazaridan biz ko'pchilik o'ylagandi, masalan o'zim shu fikr o'tdi kallamdan, comeback qilamiz baribir, gol ura olamiz. Biz hech bo'lmaganda shu nichani qo'lga kirita olamiz degan fikr bor edi. Lekin sudya bunga qarshi ekan. Shunday bo'lib qoldi deb men shunday deb o'ylashga majbur bo'laman. Turning jadvaliga keladigan bo'lsak, yaxshiyamki bizda raqiblarimiz mag'lubiyatga uchrab, ochko yo'qotishga ahd qildi va ochko yo'qotishga muvaffaq bo'lishdi va shuni hisobidan biz o'zimizning o'rnimizni yo'qotganimiz yo'q. Birinchi o'rinda Arsenal jamoasi 32 turdan keyin 70 ochko to'plagan, ikkinchi o'rinda Manchester City jamoasi 31 turdan keyin 64 ochko to'plagan. Uchinchi o'rinda Manchester United jamoasi 31 turdan keyin, kechirasida 32 turdan keyin 55 ochko to'plagan. Aston Villa jamoasi ham xuddi shunday 32 turdan keyin 55 ochko to'plagan holda ketyapti va ularda 5 taligida, kuchli 5 taligida. Liverpool jamoasi 32 turdan keyin 52 ochko to'plagan holda 5 taligida yopib ketyapti. Undan keyin Chelsea va shunga o'xshagan jamoalar ketyapti. Ko'rib turibsizlar, hali bizda ijtimoiy yo'qotilgani yo'q, hali imkoniyatlarimiz bor va biz faqatgina g'alaba qozonsakgina keyingi o'yinlarda ochko olsak, biz o'zimizning o'rnimizni mustahkamlab Chempionlar Ligasiga chiqamiz degan umid qila olamiz.
Demak, tarkibga keladigan bo'lsak, maydonga tushgan futbolchilar ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, darvozada Senga Lames harakat qildi, himoyada Luke Shaw, Lisandro Martinez, Leni Yoro hamda Nusrat Mazraouylar harakat qildi. Boyagi aytyapman, ikki taymda ikki xil Manchester United ko'rdik biz. Ya'ni birinchi taymda bu hali dam olishdan keyin hali o'yinga to'liq kirishib ketolmagan jamoa. Ikkinchi taymda o'sha kallasi devorga taqat urilgandan keyin o'ynashni boshlagan Manchester United. Ya'ni o'sha qizil kartikadan keyin uyg'ongan Manchester United. Va shu tariqa o'sha qizil kartikalar ham, sariq kartikalar ham komandada nima deydi? O'yin to'g'ri berildi, noto'g'ri berildi deyishi bu boshqa ikkinchi masala, lekin biz ochko olishimiz kerak edi deb o'ylayman Leedsga qarshi. Tayanch zonasida Kazemiro hamda Ugarte bilan harakat qildi. Kazemiro ajoyib harakat qildi, gol urdi va jamoa o'zining hissasini qo'sha oldi jamoani hisobni qisqartirishga. Ugarte kim e'tibor bergan bo'lsa, mana shu statistikani kecha bugun eshitib qoldim. Ugarte startda tushgan 8 ta o'yinda biror martasida Manchester United g'alaba qozonmagan degan statistika keltirilgan. Va o'ylashimcha keyingi turda menimcha Ugarteni ikkinchi taymda yoki natija qayd etib bo'lingandan keyin maydonga tushirgan menimcha ma'qulroq bo'ladi. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Tayanch zona hujumchilar orasida Bruno Fernandes harakat qildi. Bruno Fernandes ajoyib harakat qildi. Odatdagidek gol urdi. U ham birinchi taymda o'yinni ko'rmadi. Ikkinchi taymda unga nisbatan sariq kartochka berilgandan keyin o'z-o'zidan u jamoasini ruhlantira oldi. Ikkita qanotda Kunya hamda Diallo bilan harakat qildi. Ikkala futbolchimiz ham yaxshi harakat qila oldi, lekin oldinga Shishko tushishi menimcha bu biroz bo'lsa noto'g'ri qarordi. Balki Bemuni salgina travmasi bor deyiluvdi, lekin shunday qaramasdan tushirgan ma'qulmidi degan fikr xayolimdan o'tdi. Balki chunki Bemu unaqa o'yinga yoqadigan chiroyli harakatlar qila olmasa ham o'yinda to'pni o'ziga olib yurib, chiroyli aniq paslar bera olishi bu va kerakli joyda ochila olish xususiyati menimcha bu jamoamizga kerak bo'lgan narsalardan bittasi deb o'ylayman. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Endi o'yinda bevosita shu o'yinga bo'lgan yana bir mas'uliyatlarni ko'rib chiqishni masala bilan lozim topdim. Qizil kartochka berilgan mana bu vaziyatni ko'rishlaring mumkin. Bu bittasida Kazemiro Martinez tomonidan Calvert-Lewinga nisbatan qilingan qo'pollik hamda ikkinchisi Calvert-Lewinni o'zini Leni Yoroga nisbatan gol bo'lgan vaziyatdagi qo'polligi. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada обязательно yozib qoldiringlar. Bu holatda qizil berish logik to'g'rimidi yoki noto'g'rimidi? Chunki ko'pgina o'sha mustaqil ekspertlar, o'sha sudya bo'lgan Klattenburg kabi, adashmasam Klattenburg edi, o'sha sudyalarning fikrlarini o'qiydigan bo'lsam, ularda deyarli barchasida bundaqa holatda qizil kartochka berish kerak emas edi. Ya'ni sariq kartochka bilan cheklansa bo'lardi-ku degan fikrni ilgari surishgan. Chunki eslaringda bo'lsa, Chelsea futbolchi Kukurelaga nisbatan ham shu foul qilinganda unda faqat aniqroq edi, sakramagandi. Orqasida nagli tortib sochini tortishgandi va o'shanda o'yinchiga nisbatan sariq kartochka berilgandi. Endi o'yin o'tdi, uni natijasi o'zgartirib bo'lmaydi, lekin o'sha Lisandro Martinez hamda oldingi Harry Maguire'ga nisbatan qilingan o'tgan safargi qizil kartochkada ham e'tibor bergan bo'lsalaring, biz Carrick kelgandan keyin ikkita o'yinda mag'lubiyatga uchragan bo'lsak, ikkalasi ham 10 kishi mag'lubiyatga uchradik. Ya'ni bittasida Maguire chiqib ketdi, ikkinchisida Lisandro Martinez chiqib ketdi va Maguire bo'yicha berilgan apellyatsiya yana bitta o'yinga cho'ziladigan bo'ldi va uni keyingi o'yinda menimcha Chelseaga qarshi o'yinda Lisandroni ham Maguire'ni ham menimcha biz maydonda ko'ra olmaymiz. Va yana bir endi bu xushxabar, Kazemiro o'zini mavsumdagi 8-golni urdi. Bu paytgacha u hech qachon bitta mavsumda 8 ta gol urmagan. To'g'ri 8-goli bundaqa obstoятельствоga, bundaqa oqibatlar bilan tugaydigan o'yinga to'g'ri kelib qoldi, lekin shunday bo'lsa ham Kazemiroga omad tilagan holda keyingi o'yinlarda bundan-da ko'plab gollar va g'alaba olib keluvchi gollarni biz kutib qolamiz va umid qilamiz. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat edi. Sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi. Sizlardan odatdagidek faollikni, like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman va videoning so'ngida Manchester United tomonidan urilgan yagona golni qo'yib beraman va bo'layotganda sizlardan aktivlikda kutib qolaman. Xayr, o'zlaringiz asranglar.